Argentina vizasi haqida to'liq ma'lumotlar. Birinchisi, Argentinaga vizasiz kirish, ya'ni 90 kunlik. Kimlar uchun? 2024-holatga ko'ra O'zbekiston ham vizasiz Argentinaga kira olardi 90 kun muddatga. Bundan tashqari Rossiya, Qozog'iston, Belarus, Ukraina, Moldova va Yevropa Ittifoqi, yangi Schengen zonasi, AQSh, Kanada, Yaponiya, Koreya, ya'ni rivojlangan davlatlar. Argentinaga 90 kun kirmoqchi bo'lsangiz, vizasiz. Talablar bor, ma'lum bir talablar. 6 oydan kam qolmagan pasport, borib kelish chiptasi, ya'ni sizga tudapradni kerak bo'ladi. Moliyaviy holatingiz, bank hisobi yaratishingiz kerak va unga naqd pul qo'yishingiz kerak. Kuniga 50-100 dollar atrofida. Deylik, 100 dollardan qo'yib turib, siz 1 oy yurmoqchisiz. 3 mingdan ko'proq summa qo'yib turib, siz olib kelib uni ko'rsatishingiz kerak. Mehmonxonaga qilingan bron yoki bo'lmasam qanaqadir sizni taklif qilishgan bo'lsa, taklifnomani ko'rsatishingiz kerak. Buni muddatda aytib o'tganimdek 90 kun. Borganingizdan keyin o'sha o'zgartirsangiz ham bo'ladi o'sha muddatda va 180 kun ichida siz maksimal 90 kun qola olasiz. Undan keyin chiqib ketib, keyin yana kirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi elektron viza, ya'ni ETA yoki bo'lmasam AVA deb ataladi, Argentina elektron vizasi. Bu asosan o'sha rivojlangan davlatlar uchun Avstraliya, Kanada, AQSh fuqarolariga va yana bir o'sha Schengen zonasi, shunaqa ba'zi bir davlatlarga shunaqa huquqlar beriladi. Bunda ham xuddi shunaqa pasportingiz 6 oydan kam qolmagan bo'lishi kerak. Onlayn o'sha ariza olib turib, uni to'ldirishingiz kerak saytdan. Buni to'lovi 50-100 dollar atrofida viza turiga qarab bo'ladi. Va albatta sizda sayohat endi rejasi bo'lishi kerak, ya'ni o'sha chipta bron qilingan, mehmonxona bron qilingan, hamma narsa tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Qayerda turasiz, qancha turasiz, qachon kelasiz. Tartibi buni bajarish. Siz onlayn arizani to'ldirasiz, to'lovni amalga oshirasiz, tasdiqlash muddatini kutasiz, 1 kundan 3 ish kunigacha. Ya'ni ish kuni alohida, kun alohida. Ish kuni degani shanba, bozorlar ish kuni sanalmaydi. Undan tashqari qanaqadir bayramlar bo'lsa, uni ham olib tashlashadi. Ana endi bizda keyingisi Argentina turistik yoki ish yoki talaba, ya'ni qolgan vizalar. Turistik vizani aytib o'tdik, ya'ni o'sha 90 kunga olishi mumkin, buni yana ko'paytirish mumkin. Bunga o'sha pasport, bank hisob, mehmonxona broni va konsullik ariza kerak bo'ladi. Konsullik arizasi kerak bo'ladi. Ishchi viza, siz Argentinada qanaqadir ish topdingiz va ishlamoqchisiz. Sizga kerak bo'ladigan narsalar Argentina kompaniyasidan o'sha sizga berilgan job offer, ya'ni taklifnoma bo'lishi kerak. Mehnat shartnomasini o'sha imzolab bo'lganingizdan keyin ko'rsatishingiz kerak. Keyin sertifikatingiz bo'lsa, uni ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz Argentinada universitetdan confirmation letter, ya'ni qabul xati bo'lishi kerak sizda va albatta to'lovi to'laganligingiz haqida o'sha chek bo'lishi kerak. Endi sizga maslahat beriladigan bo'lsa, vizasiz kirishda chegarada qanaqadir savol so'rashi mumkin. Qancha vaqt qolasiz, qayerda yashaysiz, pulingiz qancha. Bularning hammasi sizda javob bo'lishi kerak o'sha oldindan. 90 kundan ko'p qolmoqchi bo'lsangiz, mamlakatdan chiqib ketishingiz kerak. Boshqa yonidagi davlatlarga agar sizga imkon bo'lsa, Urugvay, Braziliya kabi davlatlarga chiqib, qaytib kirishingiz kerak bo'ladi. Endi ma'lum bir qonunlar doirasida siz o'sha vizani, Argentina vizasini yana uzaytirib olsangiz bo'ladi. Asosan shu, biz qolgan vizalarni, qolgan davlat vizalarini yana gapiramiz.